Assalomu alaykum barchaga. Mana yaqinda 2026-yil 12-iyunda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning analoglarining va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlikni takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qonun kuchga kirdi. Endilikda ushbu hujjat bilan yashirin narkolaboratoriyalar, bangixonalar tashkil etish, narko jinoyatlarga homiylik qilish, narkotiklarni transmilliy usulda yoki internet yordamida tarqatish kabi o'ta xavfli qilmishlar uchun oldin qonunchilikda bo'lmagan yangi javobgarlik belgilandi. Bunga sabab giyohvandlik vositalari hamda kuchli ta'sir qiluvchi moddalar qonunga xilof ravishda muomalada bo'lishning ortib borayotganligi, buning natijasida esa aholi salomatligi va genofondiga jiddiy xavf yuzaga kelayotganligi asos qilib ko'rsatilgan. Mazkur qonun bilan Jinoyat kodeksiga, Jinoyat protsessual kodeksiga va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga giyohvandlik vositalari yoki kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof ravishda muomalada bo'lganligi uchun javobgarlikni belgilovchi normalarni tizimlashtirish va takomillashtirish bilan bog'liq qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Tizimlashtirildi va javobgarlik kuchaytirildi. O'sha javobgarlik kuchaytirilganlik holatini izohlab bermoqchiman. Mana qonunning oldingi tahririda 251 modda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritishda agar ko'p miqdorda bo'lsa, kamida 7 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'rsatilgan edi. Yangi tahrirda esa 276 moddasida giyohvandlik vositalari hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish ko'p miqdor uchun kamida 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'rsatilgan. Ya'ni 7 yildan 10 yilga o'zgartirildi. Mana ko'pchilik shaxslar tezkor tadbirlarda Jinoyat kodeksining 273-moddasi alomatlari bilan qo'lga tushayotgan holatlarni olsak, ilgari ushbu modda 6 qismdan iborat edi, hozir 7 qismdan iborat bo'ldi. Eski tahrirda 273-modda 5-qism ko'p miqdorda kamida 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan edi. Yangi tahrirda 273-moddasi 6-qism ko'p miqdorda eng kami 15 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi etib belgilandi. Ya'ni 10 yildan 15 yilga o'zgartirildi. Bundan tashqari 276 moddasi bilan g'ayriqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish uchun jinoiy javobgarlik belgilandi. Eski tahrirda narkolaboratoriya haqida gap bo'lmagan, unday tushunchani o'zi yo'q edi. Ammo narkolaboratoriya tashkil qilish holatlari shu kungacha ko'p marotaba sodir etilgan. O'sha aynan ko'payganligi uchun ushbu modda joriy qilindi va bunda ham javobgarlik kuchaytirildi. Ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan bo'lsa, kamida 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi, uyushgan guruh tomonidan bo'lsa, kamida 15 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Narkolaboratoriya tashkil qilishda asosan shaxslar uyushgan guruh tarkibida bo'lib chiqmoqda. Chunki bitta shaxsning o'zi ham narkolaboratoriya tashkil qilib, ishlab chiqarib, ham o'tkazish bilan shug'ullana olmaydi. Kimdir laboratoriyaga javob beradi, kimdir internetda, ijtimoiy tarmoqda o'tkazish bilan shug'ullanadi. Hammasi uzviy bog'langan bo'ladi. Shuning uchun ham shaxslarning harakatlarida uyushgan guruh alomatlari kelib chiqmoqda. Jinoyat kodeksining 276-moddasida ya'ni giyohvandlik vositalarini o'tkazish maqsadini ko'zlamay, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlashda deyarli hech narsa o'zgarmagan. Qonunning yangi tahririda ham, eski tahrirda ham 276-moddasi 1-qismida ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni tayinlash mumkin. Jarima, axloq tuzatish ishlari jazolarini tayinlash mumkin. Eng yomon joyi shundaki, endilikda narkotik kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bilan bog'liq jinoyat sodir qilgan shaxslarga Jinoyat kodeksining 73-moddasi jazodan shartli ozod qilish, 74-moddasi jazoni yengilrog'i bilan almashtirish kabi moddalar qo'llanilmaydi. Endi asosiy masala shuki, yangi tahrirdagi qonun kuchga kirgach, Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilgach, Oliy sud plenumi ham giyohvandlik vositalari bilan bog'liq
sud amaliyoti bo'yicha yangi tahrirda qaror qabul qilishi kerak bo'ladi. Chunki tergov va sud organlari tomonidan Jinoyat kodeksi moddalarini qo'llashda muammolarga duch kelishi, tushunmovchiliklar kelib chiqishi aniq. Masalan, narkolaboratoriya tashkil etish jinoyatini sodir etgan shaxslarga qo'shimcha tarzda Jinoyat kodeksining 273-moddasi ham qo'llanadimi? Chunki narkolaboratoriya tashkil qilishda maqsad o'tkazish bo'ladi-ku. Ikkita modda bilan ayblanadimi yoki bir-birini qoplash bilan bitta modda qo'llanadimi? Shu kabi masalalarga oydinlik kiritish kerak bo'ladi. Yana bir masala, narkotik kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bilan bog'liq jinoyat sodir qilib qo'ygan shaxslar yoki qarindoshlari hozirda xavotirga tushib qolishgan. Endi jazosi og'irlashadimi degan xavotirda. Shuni bilib qo'yingki, yangi tahrirdagi qonun kuchga kirgandan keyingi jinoyatlarga tatbiq etiladi. Ungacha sodir etilgan jinoyatlarga tatbiq etilmaydi. Salomat bo'ling.